Просто realniy hozirgi kunda bozor, aka. 60 ta pastga ketadi. Rozi bo'lsangiz qo'yib beramiz. Aka, gaz, suv svetlari bor. Mo'ljalimiz u ham pishirishda bo'lgan, hamma sharoit bor, yashashga tayyor birinchi etaji. Aka, bitta narsa so'rayman. Rozi bo'lsangiz tanishtirib beramiz. Obunachilarimiz kelishsin, ko'rishsin. Orzu Singapur postdan kelishiga, Panning tugashiga o'ngdagi ko'chada, Globus ko'chaga yetmay bitta oldin. Okalar, yo'lingizda 150-200 metr ichkarida lokatsiyasi Telegram kanalida bo'ladi. Xudo xolasa keng ko'chalar, quni qushlar, chiroyli elitni mahalla bo'lgan. Gaz, suv, svet muammosiz asfaltlari bor. Rozi bo'lib bersangiz, biz obunachilarga Mo'ljalimiz 60 ham deya olmaymiz. Rozi bo'lsangiz 58.800 barakasini bersin, xursand bo'lib bering aka. Aka odam ham baraka topsin, duo qilib o'tiradi. Beringda, hop deng, ozgina murosasiga yurib berasiz. Allohga tavakkal, xursand bo'lib berasizmi aka? Ha, berdik ha. Okalar, kelinglar ko'ringlar, puliga arziq ortadigan ushbu xonadonimiz Surojniga 58.800 ga 4,5 sotuv atrofida 6 ta xona, xudo xolasa 3 tasi tayyor kirib o'tirishga sharoitlar bilan. Asosiy darvozaxonadan kirib kelaverish, bemalol avtomobil sig'adi. Naves qismi bor. Kirib kelganimizda o'ng tomonda okalar pastevalik qilib turib 3 tadan 6 ta xona tashkillashtirganmiz. Uylarimiz chiroyli yevro uslubda, chiroyli loyihalar bilan qilingan. Hovlimizda bir chekkadan qisqacha tanishtiruv qiladigan bo'lsa, zinamizdan tushib kelganimizda hovlimiz keng katta sahna qismi ko'rinib turganida chiroyli qilib gaykalik qilib okalar, ikki etajga tindirib okalar 6 ta xona solib qo'yilgan. Birinchi kattagina zal hisobidagi katta xonamiz mehmonxona qilib foydalansa bo'ladi. Bu yerda esa keng katta oilaviy o'tirish xonasi. Yonida spalni, ichida sanuzellar bilan tashqi xoti ham bor, alohida hojatxonamizga. Undan tashqari okalar mana bir etajli podvalli qilib betondan chiqarib qo'yilgan, kuxnaga mo'ljallangan, tevasiga zal qilamiz deyishgan. Darvozaxonadan kirganda eshik romga joy qoldirilgan holatda turibdi. O'zinglar uchun tindirib loyihalarni qilib, yana ham chiroyli qurilishlarni davomini qilib olsangiz bo'ladigan sharoitda. O'rtada gulxonalar ajragan mevali daraxtlari bor. Okalar, mana tomini ko'rib turgan bo'lsangiz, o'ta ham sifatli, yaxshi tunukalardan, sof metal tom markazidan qildirilgan bo'lsa kerak. Okalar, bittadan laklarni bosib qo'yasizlar. Do'stlarga yuborib, orzuda uchastka qidirgan aka-ukalarimiz bo'lsa, maksimalni shularga tashlaymiz-da, bizni qo'llab-quvvatlab, a'zolikni ham bosib yuboramiz.